Rak. Manverga qatnaşıdı. Liksiye, vatandaş, bugün Çislak 2023 yıl 6. ayının 14. günü. Nime dedik? 10 mingdan artık askeri kısım qatnaşıdı. Amerika Qo'shma Shtatlari 100 tane harbiy aeroplan qatnaştırdı. Yaponiya əməldar əvətib, qoğdunuş qismlərinin hərbi əməldarını əvətib, Asiyadan yetib gələn küzətçi üspüdə bu manevraga qatnaşıdı. NATO'nun bayanatçısı Anna Longusko munda ko'rsatdi. NATO hozirgi dunyoda eng og'ir bexatarlik krizisiga duch keldi. Havo boshqida qo'g'dinish 23 belgilik manevr zarar mashqdir. O'xshashli NATO aniq uchur tarqitib, har bir a'zo davlatning bir g'irich territoriyasini qo'g'dash uchun tayyorlik qilamiz va tayyorlik qilyapmiz. Endilikda sizlarga diqqat qilinglar degan boshda aytgan kichikgina bir xabarim, bu xabar nihoyatda meg'izli xabar, chunki Davlat Shakati Antony Blinken Beijingga ziyorat ketyapti vatandosh. Junguni ziyorat qilishdan burun Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Junguning tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan telefonda so'zlashdi. Mavzuli xabar 6 ayning 13 kun Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungu Tashqi ishlar ministrligi torbiti 14 kuni Kuyishda nopuzliq xabar tarqatib, Junguning tashqi ishlar ministri Qin Gangning Beijing vaqti 14 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan telefonda ko'rishganligini xabar qildi. Beijing mundaq ko'rsatdi. Beijing mundaq ko'rsatdi. Qin Gang Tayvan masalasi qatorliq masalalarda jumlaga diqqat vatandosh. Qin Gang Tayvan masalasi qatorliq masalalarda qo'shivering buning Hong Kong masalasi, Uyg'uriston masalasi, Tibet masalasi qatori qo'shiversangiz bo'laverdi. Qin Gang Tayvan masalasi qatorliq masalalarda, ya'ni Jungo tarafning yadroliq masalalarda qattiq maydonini shariydi. Amerika tarafning hurmat qilishini ta'kidladi. Yadroliq manfaatni Amerika tarafning hurmat qilishini ta'kidladi. Jungoning ichki ishlariga aralashishni, to'xtatishni, raqobatlashish nomida Jungo tarafning egilik huquqiga, bexatarligiga va taraqqiyot manfaatiga ziyon solishni to'xtatishni ta'kidladi. Növbəti iki taraf, Amerika Jungo iki taraf yuqorqi uchorga munosabatlik xabarni e'lon qildi. Tushundingizmi? 6 ayning 1-kuni, 2-kuni Rais Xi Jinping Beijing nima dedi? Junxo madaniyati millatlar tarqalmasligi, vatanning birligi, yadroliq manfaati shunday vatandosh, chunki Amerikadan 2 nafar amaldor kelyapti Beijingga degan gap. Shunaqmi? Endilikda tashqi ishlar ministri Qin Gang Jungoning telefonda so'zlashib turib, davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga degan so'zlari nima? Jungoning ichki ishlariga aralashmaslik, aralashishni to'xtatish, raqobatlashish nomida Jungo tarafning egilik huquqiga, bexatarligiga va taraqqiyot manfaatiga ziyon solishini to'xtatish. Tushundingizmi? Raqobatlashish nomida Jungo tarafning egilik huquqiga. Demak, masala nima vatandosh? Bu qatimqi suhbat, avvalgi 6 ayning 4 kundagi suhbat, bu qatim Antony Blinken davlat ishlar kotibining Beijingni ziyorat qilishi. Arix ko'rinishi so'zlab bo'ldik, shunaqmi? 100 dona aeroplan Germaniyada. Shunaqmi? 2 dona avtomatga zarbadarlar guruh Tayvan bo'g'izida. Mushundaqni qisqartayli. Mushundaq sharoitda Beijingni ziyorat qilishga ketyapti Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Qin Gang bugun bu shu telefon suhbatida oshkorildi.
Demek Reis Xi Jinping'nin məqsədin Çingan aşkarıldı. Çingan aşkarlıgan bu məqsəd bugün Amerika Qoşmuş Ştatları ilə Cumhuriyet Halk Respublikası o'ttirisindagi söhbətning, siyasi söhbətning yadrosiyak mağzi depla hüküm kılsanız buludu. İgilik hukuk degen kelle cumhurluk bir siz Tayvan'ı mı, Hong Kong'u mu, Uyguristan'ı mı, Tibet'ni mi elip kiriversiniz herkes hatalaşmayız. Çünkü bunu cumhurlukla dedi igilik hukuk. Çünkü bunu cumhurlukla dedi içki işte. Çünkü bunu cumhurlukla dedi cumhurun yadroluk menfaati. Ama şunda degen biz bunu şunda tahlil kılımız hürmetli vatandaş.